Radnoylar, bugun men sizlarga va'da berganda sport pitaniyalar haqida aytib beraman. O'zim mana shu oxirgi marta challenge qilib forma qilayotgan paytim nima sport pitaniyalardan boshladim. Hozirgi kunga kelib qanaqa sport pitaniyalar ichaman. Videoga like bosish, kanalga podpiska qilish, kommentariyada o'z fikringizni yozish esingizdan chiqmasin. Xo'p, forma qurishdan maqsadim bordi. Qornim chiqib qolganda, o'sha qornimni yo'qotib, muskul massamni o'stirib, yozgi zo'r forma qurish tayyorgarligini boshlagandim. Dekabrda, 6-dekabrda boshlagandim. Xo'p, boshlanishiga izolat protein oldim, chunki izolat proteinda oqsil ko'p bo'ladi, uglevod kam bo'ladi. Hammasi yog' yo'qotish uchun. Kreatin monogidrat oldim. Zaldan keyingi og'riqlarni yo'q qilib, qayta tiklanishni tezlashtirish uchun. Xo'p, L-karnitin oldim, o'shanga qo'shib, u ham yog'ni yo'q qilib, energiyani ko'paytirish uchun. Hamda beta-alanin, Olmax firmasidan beta-alanin, citrullinmonat hamda L-arginin kompleks bo'ladi. Bu energiya beradi yoki energetik olishingda kerak yoki mana shu 3 ta narsani bitta qilib ichishingda kerak. Mana shu narsalarni birinchi boshda komplekt qilib ichishni boshladim. Keyin bu pitaniyalarim tugagandan keyin energetik oldim, X-Plot oldim. Mana hozirgacha foydalanyapman. X-Plot protein, o'sha qornim ketgandan keyin faqat oqsil dozi kerak bo'lgandan keyin izolat emas, oddiy protein oldim hamda kreatin monogidrat oldim. Birinchi kurs hozir aytayotgan sport pitaniyalarni ichib tugatgandan keyin mana hozirgi kunga kelib oddiy protein, kreatin hamda energetik ichib turma boshqa narsalar ichayotganim yo'q. Xo'p, protein va kreatinni qanaqa ichish kerak, qaysi payt ichish kerak? Kreatin bilan protein asosiy baza hisoblanadi. Eng kerakli vaqti bu qorin och payti ichish tavsiya qilinadi. Deylik, ertalab turdinglar, qorninglar och, zavtrak qilishga imkoniyatingiz yo'q, qadar shoshib ketasizlar, protein tayyorlab ichasizlar. Zalda trenirovkalarni tugatdinglar, qorninglar och, nima qilishni bilmayapsizlar, protein ichasizlar. Yoki zalga keldinglar, ishdan chiqib keldinglar, qorninglar och, nima qilishni bilmayapsizlar, protein ichasizlar. Kreatin har safar ichiga qo'shish kerak yo'q, har safar qo'shish kerak emas. Kreatinning 1 kunlik miqdori 10 gram bo'ladi. 1 qoshiqchasi 5 gram hisoblanadi. 2 marta o'sha proteinlarga qo'shib ichsanglar, tanalarga ancha foydali bo'ladi. L-karnitin ozmoqchi bo'layotgan odam L-karnitinni qaysi payt ichganicha? L-karnitinning ichida juda ham kuchli vitaminlar hamda kofein bo'ladi. Uyquga ta'sir qiladi, yog'larni energiyaga aylantirib beradi, energiyamiz ko'payib ketadi. Buni hisob kitobini olib, ertalab zavtrak qilgandan keyin ichish tavsiya qilaman. Nimaga desanglar, obeddan keyin ichsanglar bu aniq uyqungizga ta'sir qiladi. Meni ham uyqumga ta'sir qilgani uchun, uyqumni buzmaslik uchun kunni ertalabki obedgacha bo'lgan qismiga ichib olar. Xo'p, beta-alanin, citrullinmonat, L-arginin nimalar qilib beradi, qaysi payt ichish kerak? Bular asosiy pump muskulni shishgan muskulni ushlab qolishga, energiya berishda maksimal darajada tanani ishlatishga yordam beradi. Bu uchalasini bitta qilib har doim zaldan oldin ichar edim. Zalga chiqmagan paytim ichmayman, faqat zal uchun kerak bo'ladi. Xo'p, beta-alanin, citrullinmonat, L-arginin tamsizini olganman. Uchalasiga tam berish uchun bitsa qo'shib ichaychidim. Bitsa ham amino kislotalar, bu ham vassalanishni qilishga yordam beradi. Plus ta'mi bo'ladi. Ta'msiz narsalarga qo'shib ichsanglar, ancha ichishinglar oson bo'ladi. Radnoylar, mana shu sport pitaniyalarni mana shunaqa ichishda foydalandim. Keyingi videom nima, qanaqa bo'lsin, vес tayyorlashga bo'lsinmi, vес olishga bo'lsinmi, qaysi sport pitaniyalarni ichidan kirib ichilishi, nimadan tayyorlanishi, qayerga zarar, qayerga foydaligicha aytib beray. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Sportchilar bilan bo'lsin, charchamanglar, o'zinglarni asranglar.